Obbo, shu yetmay turgandi. Qishloqi mana bu yerni kim buzib ketdi? Bilmayman, lekin yomon buzibdi, meni ham asabim buzilyapti. Sen nimaga asabing buziladi? Chiroyli turgandi, endi xunuk turibdi. Menga yoqmayapti. Boshim og'riyapti buni ko'rib. Sen jinnimisan? Bor unda doktorga ko'rin. Rostdan ham dabdalasini chiqargan. Sal qolgan suv chiqib ketishiga buni qara. Obbo, mana bu yerdan ham bitta blokni titib qo'yibdi. Yaramas. Bu endi sozlashim kerak. Albatta, men sozlasam kerak, borib merga aytayda. Janob mer, afsuski bitta yomon xabar bor. Ko'rdim, derazamdan ko'rinib turibdi. Rostdan ham derazangizdan ko'rinadi-ya. Ko'rinar ekan. Kechirasiz, stolingizga chiqib ketdim. Qaroch, nimaga bu kim buzib ketdi bu yerni? Bilmadim, sozlash kerak. O'shani sen sozlamasang, men sozlaymanmi? Davay, ishga kirish. Borib uyingda taboring, kirka-pirka hamma narsani yig'ishtirib kelib, ishini boshla. Cho'tki qilib sozla tez. Mayli. Keyin menga bir ikkita temir kerak. Shaxtadan borib temir olib kel. Mayli, harakat qilaman. Xo'sh, mana shu narsa menga yetmay turibdi, to'g'risini aytsam, chunki uyimda o'zim 856 mingta ishim bor, lekin shuncha ishimni tashlab hozir mana shu ishni borib qilishim kerak. Polisimda ham hosillar juda ham to'lib ketgan. Aytgancha sizlar bilan ko'rishishizmi chiqibdi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men o'sha Joha va sizlar meni yangi video roligimdasizlar. Va yangi oyog'imdagi oppoq krossovkani ko'ryapsizlarmi? Albatta bu uchun like bosish kerak. Jigarlar, sizlardan to'g'risini aytsam xafa bo'lyapman. Chunki kanalimda 95% odam obuna bo'lmasdan kuzatyapti. Nima hozirgacha obuna bo'lmadingiz? Tez kanalimga obuna bo'ling, bu hech qanaqa qiyin ish emas. Prosta obuna bosasiz, tamom. Albatta videoni oxirigacha kuzating, chunki qishlog'imizdagi ta'mirlash ishlarini ko'rishni olsangiz, demak oxirigacha kuzatish kerak. Tak, hozir bitta belkurak ham kerak, chunki nimagaligini hozir ko'rasizlar. Xo'p. Ana endi bu qishloqlar buzganmi yoki boshqa kishi buzganmi, hayronman to'g'risini aytsam. Bu yerga bitta rishotka yetmayapti. Demak, bitta rishotka uchun menga atiga 3 dona daraxt kerak. 3 dona daraxt uchun endi bu o'rmonga borib kelishim kerak. Obbo, vobshe asabimni buzyapti to'g'risi bu jitellar. Qachonlardir ularni men yo urib o'ldiraman, yo bo'lmasa tepib o'ldiraman. Nimadir qilib o'ldiraman. Nima qilib o'ldirishimni albatta kommentariyaga sizlar yordam beringlar, maslahat beringlar, qanaqa qilib o'ldirishimni olasizlar. Lekin qanaqa bo'lsa ham o'ldirish kerak, chunki juda ham jahlimni chiqarishyapti. Tak, menga verstak kerak. Uyimda bor, lekin uyimdagisini to'g'risi olish erinayapman. Tak, qishloqda mana bu yerda, u eski qishlog'im edi. Eski qishlog'imda mana shunaqa joyda avval musorxona bo'lardi, lekin bu qishloqda musorxona to'g'risini aytsam yo'q ekan. Yaxshi yo'qligi ham. Tak, adashmasam bitta yetadi, ikkita kerak emas, bitta yetadi. Tak, lekin bitta 3 ta beradi bir olishga. G'alati, mayli qolsin shu yerda, keyin qishloqlar foydalanadi. Tak, bu yerga bitta yetishmas ekan. Keyin tosh bilan greymi degan blok olib kelishim kerak. U blokdan qayerdan olsam bo'ladi? Mana shuni olsam tagida bormikan? Bor ekan, yaxshi ekan, kakras. Shu yerda bitta ortiqcha bor ekan o'zi. Mana shuni mana shu yerga qo'yib yuboramiz. Bu yoqqa endi bitta yer blok kerak. Yer blokni qayerdan olsam bo'ladi degan savolga javobni Lubo joydan olsam bo'ladi. Misol mana shu yerda bitta ortiqcha bor ekan. Shuni olamiz, olib kelamiz va bu yerga stop. Bu yerga ikkita qo'yish kerak ekan. Afsuski men bitta qo'yib yuboribman. Mayli, necha va yana bitta olib kelamiz. Kakras bu yerda o'z ortiqcha bloklar ko'p ekan. Tak, borib shaxtadan tosh olib kelishga, suvga tushib ketishimga ozgina qoldi. Agar suvga tushib ketsam, vobshe sovuq bo'lsa kerak. Bu yerga bitta tosh ham qo'yish kerak. Obbo, vobshe. Qayerdan ham shu qishloqqa ko'chib keldim desam ham boshqa qishloqda yashashga joy yo'q to'g'risi. Bitta qishloqqa yashardim, 13-qishloqqa bilasizlarmi? Oxiri meni qishloqlar haydab yubordi qishloqdan. Yo'qol borib boshqa joyda yasha deyishdi. Mayli dedimda, men ham surib yubordim. Tak, temir degandi janob mer, o'shaning uchun bu yerdan temirlarni olamiz birinchi o'rinda. Xo'sh, temirlar tezroq olin, temirlar. Tosh ham olish kerak, lekin What the? Bu temir? Voy, temir bor ekan, temir. Lekin stop, mana odam suyagi yo it suyagi, yo'q, it bunaqa bo'lmaydi-ku. Qanaqasiga bu yerda bu o'tiribdi? Voy, birat o'tiribsiz. Keling gaplashib o'tiramiz. Qanaqa jinnimanmi? Qanaqa eshik bu yerda? Redstone qo'yibdi. Fakil topilmabdimi-kan? Tak, men bu yerga kirib ko'rishim kerak, chunki men har doim qiziqaman har xil narsalarga, qiziqqanman juda. Voy, qorong'i-ku buni ichi. Voy, yorug'lik bor ekan ichkarida. Baribir qanaqadir g'alati, to'g'risini aytsam. Mana suyak meni qo'rqitdi birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda bu yerga kirish meni cho'chityapti. To'xtanglar-da, eshikni ochib qo'yay. Agar nimadir bo'lsa qochib chiqishga ochiq turgani yaxshi. Yugurib kelib chiqib ketaman. Tak, bu yerda kim yoki nima bu? Voy, bu yerda bitta eshik bor ekan. Voy. Stop. Mana birat hozir yo'q edi-ku bu yerda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimsan? Bu yerga qanday kelib qolding?
Man prosta shaxtadagi toshga tushgandim. Keyin eshik ko'rib qoldim. Yonda suyak bor ekan. Bu yerda nima qilyapsiz? Men muzikantman. Bu yerga yashirinib yashayapman. Nimaga yashiringansiz? Qishloqlar asboblarimga teginib, boshimni ortib yubordi. Nima suyakka qo'yibsiz eshikka? Qishloqlar qo'rqishi uchun. Bratan. Yaxshi-ku. Mana yashikda nima bor ekan qani? Oho, pullar, mana bunaqa stul bloklar, bular nimaga? Pullarga keladigan bo'lsak, to'ylarga borib ishlaganman pullarni muzikantlik qilib. Bloklar esa konsert qo'ymoqchiman qishloqda, o'shaning uchun bloklar olib kelganman. Xohlasang menga konsert zali qurib bersang, barcha pullarimni beraman. Ya albatta bratan, to'xtayman. Hozir hammasini olib olaman. Siz uchun chotki qilib bitta zal qurib beraman, bo'ladimi? Bo'ldi, gap yo'q. Asbob uskunalarimni ham olib chiq. O'sha yerga konsert qo'yishimga kerak bo'ladi. Brat, addushi bori, mujik odam ekansiz, gap yo'q. Qachon konsert qo'yasiz? Yasab ol, keyin sirasi qo'yib yuboraman konsertni. Короче, asbob uskunalarimni oldingmi? Endi bemalol chiqib borib, короче, quraver. Men kiyimimni almashtirib chiqaman. Bo'pti bratan, mayli. Давайте. Dahshat. Shuncha pulim bo'ldi, qaranglar. Necha? 5 stak. Dahshat qo'y. Men avval nimani sozlashim kerak, keyin konsert zal quraman. Tak nima edi? Короче, nima edi? Quduqni sozlashim kerak, chunki qaysidir qishloq yoki qaysidir boshqa odam buzib ketgan dabdalasini chiqarib, o'shaning uchun avval borib u yerni sozlab, keyin esa albatta konsert zali qurishni boshlayman. Menimcha qiyin bo'lmaydi konsert zali. Oddiyroq qilib qursam ham bo'ladi. Qishlog'imizda konsert berar ekan obrat. Juda ham ajoyib, juda ham gap yo'q, juda ham malades, вообще malades. Konsert qo'yishlariga вообще malades, malades, вообще dahshat malades. Nima ham mana uni almashtirib qo'ygandim, yana qaytib joy. Mana qilib qo'ygandim-ku. Nimaga yana joyi qaytib qo'yapman, hayronman. Tak, bu yerga ikkita, bu yerga yana bir nechta qo'yib chiqish kerak va voy, bitta yetmay qoldik. Bitta ham yetmay qoladimi? Bitta. Bir dona yetmay qolgan bo'lsa, nahotki. Mayli, mana shu yerdan bittani olib qo'yaylik paka hozircha, chunki bu yerda ortiqcha bo'lib turibdi. Yo'q, ortiqcha emas u, lekin mayli, hech nima qilmay. Короче, endi konsert zalini qayerdan qurishni o'ylash kerak. Tekisroq joy topamiz birinchi o'rinda, o'sha joydan chotki qilib konsert zalini quramiz. Menimcha mana bu yer yaxshimi deb o'ylayapman, yoki mana bu yermi, yoki boshqa joy, mana shu yaqin atrofdan qayerdandir zo'rroq. Mana o'sha joy. Mana tip-tekis joy. Tak, bu yerdan o'tlarni birinchi o'rinda yo'qotib chiqishimiz kerak. Lekin o'tlardan ham zarurroq ishlarni topish kerak. Tak, bular o'zi yo'qolib ketadi обязательно. Tak, bir tak qismiga albatta yog'ochdan qo'yamiz, chunki pol qism albatta yog'ochdan bo'lgan har doim shu vaqtgacha, endi ham yog'ochdan bo'ladi. Lekin necha qator yog'och ishlatishimni o'zim ham bilmayman. Menimcha 2 yoki 3 qavat. Mana bu yerda ekan qolganlari. U yog'ochlarni men o'zim qayerdandir olib kelgandim, esimda bo'lsa agar, ya'ni daraxt kesgandim, o'sha joydan olib kelgandim, esimdan chiqib ketibdi. Okey. Voy, qo'li qiyshiq odamman, to'g'risini aytsam. Xo'sh, konsert zalini chotki qilib qurish kerak. Mana bu yerdan, короче, tomoshabinlarning oldiga kelib qo'shiq aytadigan joy qilamiz. Ya'ni, olg'a, balkon deb baqiradigan joy bo'ladi bu yer. Tak, okey, chotki dahshat chiqyapti, to'g'risini aytsam, o'zimga yoqyapti. Endi orqa fonni tayyorlaymiz. Orqa fonda tak 2 qator ko'k, 1 qator ko'kka yaqin ko'k, ya'ni och ko'k. Nima deganimni tushundinglarmi? 2 qator ko'k, 1 qator ko'kka yaqin ko'k. Lekin sal g'alatiroq chiqyapti-yu, menimcha yaxshi, unchalik ham yomon emas. Tak, ko'kka yaqin ko'k, ya'ni och ko'k. Xo'sh. Tak. Menimcha sal g'alatiroq bo'ldi. Mana bu qatorga och ko'kni qo'yamiz, to'xtanglar. Tapor bilan, bu bir martalik blok ekan-ku. Obbo, mayli. Hech nima qilmaydi. Tak, mana bu yerga ko'kka yaqin ko'kni olamiz. Bu yerga ko'kni o'zini qo'yamiz va bu yerdan ko'kka yaqin ko'kni o'rniga ko'kka yaqin ko'k qo'yamiz. Mana endi chiroyli bo'ldi. Ustidan yashil qo'yib chiqamiz. Tak, bu yerga bitta, bu yerga bitta, bu yerga bitta. Xo'sh. Tak, bu yerga bitta, bu yerga bitta va bu yerga bo'lmas, bu yerga bitta. Xo'sh, menimcha juda ham ajoyib. Qizil rangdan foydalansak bo'lar ekan, o'rta qismiga bitta. Va yo'q, g'alati bo'lib qoldi. Yaxshi, yashil do'zdan foydalana qolaylik. Xo'sh, yaxshi. Qizilda esa menimcha yo'lak uchun foydalanishimiz kerak. Ya'ni ana konsert qo'yadigan baratan o'rtadan yurib keladi, o'shaning uchun qizildan foydalanamiz. Xo'sh. Okey, qizildan qanday foydalansak bo'ladi? Albatta, qizilni blokni qo'yib foydalansak bo'ladi. Tak,
okey va okey. Juda ham chiroyli. Mana takoy bo'ldi. Shunday keladi bratan. Shunday chiqadi-da. Voy na deb qo'shiq aytadi, короче. Так, endi asbob uskunalarni hamda boshqa narsalarni joylashtirib chiqishimiz kerak. Hop, birinchi asbob uskunalarni joylashtiraylik. Bu yerga bitta muzikant turadi bratanda, bu yerga pianisti turadi va bu yerga gitaristi turadi. Menimcha juda ham chiroyli joylashtirdim. Endi stullarni joylashtirib chiqamiz konsert ko'radigan bratanlar uchun. Tak, bu yerga bitta, bu yerga bitta. 3 tadan qilsam menimcha yaxshi bo'lsa kerak. No, yomon bo'lishi ham mumkin. Tak, mana shunaqa. Bu tomonga bitta, ikkita, o'rtaga bu tomonda ham bitta qolgan-da, o'xshayapti. Juda ham chiroyli. Endi orqasidan bitta qo'yib chiqish kerak. Bu yerga bitta, bu yerga bitta, bu yerga bitta, hamda bu yerga ham xuddi shu tartibda qo'yamiz. Lekin kech tushdi. Menimcha brat ertaga konsert qo'ysalar kerak. Konsertga sizlarni ham taklif qilaman. Obunachilar, agar sizlarga ham konsert qiziq bo'lsa, kommentariyaga qiziq deb yozib qoldirsanglar, men sizlarga konsertni videosini tashlab beraman. Konsert esa albatta ertaga bo'ladi. Sizlar uni ko'ra olmasliklaring mumkin. Xo'p, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, balki qachonlardir konsertni chiqararman. Chiqarishimni olsanglar albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Menimcha zal juda ham ajoyib. Yana ikki qator qo'yish kerak ekan bu yerdan. Shu qizil chiziqni oxirigacha qo'yib chiqish kerak, короче. Hop. Menimcha chotki, menimcha normal. Tak. Wow! Просто wow bo'ldi. Lekin juda ham kech bo'lib ketdi. Endi borib uyimga uxlayman, короче. Xo'sh, uxlash uchun esa yotish kerak. Yotish uchun uyga borish kerak. Men bratan do'konchi, do'konda uydan, nima dedim? Do'konda uydan dedimmi? Do'konchidan nimadir sotib olishim kerak edi-yu, mayli. Hozircha menga hamma narsa bor, o'shaning uchun hech nima kerak emas. Bu yerda 2 ta, 3 ta kishi yashaydi birdaniga. Oho, 3 ta kishi yashar ekan. Juda ham qiyin ularga, chunki bitta uyda 3 ta kishi yashash uchun juda ham qiyin baribir. Короче, ana endi uxlayman. Xo'pmi? Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, obunachilar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.